Bu videoni chiqarmayman degandim, lekin majbur bo'ldim bu videoni chiqarishga. Farg'onadan turib telefon qilishyapti. Telegram istoriyalarimni ko'ribdi, mana Instagramga qo'ygan videolarimni ko'ribdi. Bir nechinchi guruh nogironi bir opa santexniklardan nolib telefon qilyapti. Aristonimni palon pulga tozalatdim, ship tozaladi, qochib ketishdi, tagidan suvoq yotibdi, bir narsalar bo'ldi deb nolyapti opada. Opajon dedim, santexnik degani Ariston mutaxassisi degani emas, to'g'ri tushuning dedim. Iltimos uyda Aristoni borlarga, Aristonni tozalatmoqchi bo'layotganlarga mana shu videoni tashlab qo'ying, foydali bo'lsin. Mana buni bir yolg'iz onaxonni uyiga tentingiz kuygan deb olib kelib qo'yib ketishibdi-da, mana buni chiqaribdi bu kuygan deb. Baraka topkir, chala santexnik 3 kun ustozingni duosini olding, olmading, Ariston tozalayman deb chiqib ketmadi. Ustozi duosini yaxshi o'qib, keyin odamlarning uyiga ishga borish kerak degim kelib ketadi shunlarga. Mana onotini tester deydi, mana onda tekshiriladi. Bu uncha-munchaga 5 yil 10 yilda kuyadigan narsa emas. Uyingizga o'sha Ariston tozalagani kelyaptimi? Ayting. Mana unaqasidan yangi qo'yding. Qo'ymasa u usta emas, ayting. O'ziniki yaxshi turibdi desa, tosh debsan, yilib ketgan-ku, yo'q-ku deb ayting. Mana u o'zi avtomat kabel deydi. Sizni tok urmoqchi bo'lganda bu tiq etib tashlaydi suvga, qanaqadir zamikaynani sezib qolsa, rezetkada zamikaynani sezib qolsa. Mana bunday obratni klapini qo'ymayaptimi? Ayting, mana undan yangi qo'y. Bu 2 yil 3 yilda ishdan ketadi bu. Ichida vizirmnoyi, boyagi prujinasi, rezinasi tugaydi, bundan yangi qo'yding. Tent kuygan desa tosh debsan, bu 5 yil 10 yilda kuymas ekan. Mana-ki videoni ko'r deb mana shu videoni ko'rsating. Testerda tekshirding. Mana uni kuygan kun menga aniq isbotlab ber qani deng. Bu ancha-munchaga kuyadigan narsa emas bu Aristonda tent. To'g'ri tushuningizlar. Mana buni kuygan deb chiqarib tashlabdi. 200 mingga yangi olib keltiribdi. Ichim achigandan o'sha opani gaplari menga to'g'risi alam qilib ketdi. O'sha santexniklardan noligandan men aytdim, opajon to'g'ri tushuning. Santexnik degani Ariston mutaxassisi degani emas. Bu Ariston uchun o'zi alohida bir malaka oshirib, bir tajriba orttirib, keyin Ariston ustasi bo'lishadi deb tushuntirdim. Shu videoni iltimos Aristoni borlarga tarqatib qo'yinglar, zora bir foydali bo'lib qolsa.